final. Yetib keldim bu yerga reja bilan ataylab. Har raundda panchlarim peja bo'lardim vayna. Kutganmiding raqibdan kun tayyorlan revanch. Bu so'z zapret qani tik qara ko'zimga men tayyorman. Hali trek boshlanmadi. Har round men uchun bo'ldi final. Raqiblarim birma-bir orqasin qiynardi. Darajam ko'rsatib berganda farqsan. O'rningni topding bu tartibma tartib. Raqibni beraman parchalab aldiramassan. Gapir yutaman o'tarchi revanch. So'rama yegan safar bor ekamning qissasi so'kib ber endi poyimga kachni. Yana mana qamra bo'ldim, bitta meni tarafdorlarimni tanib oldim. Men tepada boqaman dema ta'lim bor bola bu holatida yamonuman talab bo'ldim. Va yasa bo'ladi hammasi kanibal. Ko'chani yoqmaga sanga basaybal. Ushbu har bitta raundida flow otasiga pand. Qo'limga tushding bugun baybat qilaman. Har bitta qatorida haybat. Mani trekimdan dozolar yiban. Buni bir marta yutqizgan yetmagani menga qarshimga chiqqani ko'tarib fani. Ey musor bu betul ma'na davraman. Ko'rsataman darajasini panika qilma bitch. Atashadi barakatta deb mani sanam oldi harakat qilib ol. Erishadiganing sani mani poyim o'rganadiganing ko'pinga men kifoya. Sani tashovvoz yo'ziniki mas menga do'rilla sen sanda nol g'oyadan nol. Ko'rsatadi bugun sanda balans amalda master massan xayol parastdan ol. Cover berib minor trekiga so'ng beef qiladi bu dalbayi fanat simon. Og'zingga tupurdi ham sana asr beting ochib beraman shaxsan mutak. Qaltira erkemassan betildan so'ra sinokma shoxsan. Mani hududimga qadam bosma battle zona hozir mani davr vektor. Sani holating menga qarshi beef qilgani ham senga ruxsat etardi. Ojizsan fatality holatida ko'miladi qarataman yerga buni tanasini qonatib bo'laman. Raqibim uchun bu tepadagi deputasin garalda bo'tib ketaman bolani zo'rlatib. Qaytarib ko'rasanmi bu texnikani qaytaraman deb o'ra bo'lmagan bu daraja sana uchun mukammal. Tepadan boqadi mani xatolarim zabonim domiga badarg'a bo'ladi so'rasa kambar. Buni holatiga kimni bo'tib ketaman bu punch bermadim hali arzimadi raqib bu tarafga qadamim bosaman deganim sari buni maydalab tashladim endi rosmana taqib qilolmaydi mani yonimda turgani duxtır vektor. Bu duh so'zi kantoning darajada qaytarib ko'rqani bo'laman senga texnika vektor. Harakating qalb bola qanajada. Bu motam oldi bayramsan o'limga bola tayyorlan. Ovozingdan yana uyalayotgan bu sen do'rilla bola tipa pol tayyorla. Final meniki bo'ladi g'alaba men qancha sab bilan berdim asar. Diksiya menda bugun asosiy qurol tezlik mani battle vedomisam. Bu motam oldi bayramsan o'limga bola tayyorlan. Ovozingdan yana uyalayotgan bu sen do'rilla bola tipa pol tayyorla. Final meniki bo'ladi g'alaba men qancha sab bilan berdim asar. Diksiya menda bugun asosiy qurol tezlik mani battle vedomisam. Rapdagi qadamim hayot mamot bu battle. Qara 7 yildan beri ichidaman uni shu sababdan tayinli ijodam qilmadim lekin qara ko'plari tan berib ketdi. Men ko'tarildim faqat battle rap zonasida yagona samuray. Zing harakatinada birma-bir jarohat oldimda agar tik turib kelsa ular. Raqibga bermadim shans. Bir yildan so'ng yangradi bitta Lucifer favorit yig'oldim kerakli masani o'yladim. Bemalol yutaman bu to'planib kelsa bari yo'q. Ilk mag'lubiyat meni kutib oldi Jizzaxda nabrakadabra machundim. Hali xatoyim ko'p tobora ichiga kirdim qalbaki davrani. Battle sohasida ilk umir mani hayot nur darajasi qoldirdi lol. Uni texnikasi mani qilganda romuz ustimda ishladim men oldim bilan so'ng menga berildi flow battle'ga taklif. Qadam bosdim battle zonaga sakrib jummadim qanday sani menga yetdi aqlingni. Kuchsizlar kuchliga sakribda o'sha flow battle biz hayotdir bilan qurdik arrangerni Lucifer o'shanda kirdi tarixga bu o'sim uchun qayta tuzdim darajamni. Birma-bir yanchib tashladim oldimda kim qiziqmas qachidim 5 yil mobaynida esimda haligacha nohaq final o'shandan beri alam bu ichimda qaynadi. Sana jigaringni men yubordim face to face da buni ko'rganda xalq daji hayot nur xato qilganini tan olib videolar chiqqanda u yubordi xat. Shu sabab seni bugun o'ldiraman bo'lasan bilan xumorimni qondiraman. Men chempion bo'laman bu isbotim shart emas. Murdalarim ichra qoldiraman seni. Bu begona manzil undaman qora sahifa. Menda bu g'alaba maqsad porladi endi haqiqat. Bu begona manzil senga begona daqiqa. Senga mag'lubiyat afzal. Yopamiz eski sahifani orqalaringda bugun yo'q fayzi. Tezliging yoqmadi deb qutqargani qolgan umrini bag'ishlasin aslida vijdon azobin yelkada ko'targani. Yordam berolmaydi family man darim ko'tarib yurasan ukam bu tanaga berganim og'ir jarohat uni ta'siri bir umr turar ko'karib. Kelibsan bo'laman hududimga nojo'ya qadam seni kutadi jahannam. Vektor do'rillab rap o'qisam ham seni yosh bola basharini taniydi mahallang. G'alabaga ishonching ozgina bo'lsa seni g'urur uchun meni qarshimga chiqqan. Oxirgi nafasingni chuqurroq ol bola keldim g'alabam og'zingga tiqqani. Kelibsan bo'laman hududimga nojo'ya qadam seni kutadi jahannam. Vektor do'rillab
Yosh bola basharini taniydi mahallang. G'alabaga ishonching ozgina bo'lsa sani g'urur uchun meni qarshimga chiqqan. Oxirgi nafasingni chuqurroq ol bola, keldim g'alabam og'zingga tiqqani. Sana dushmaning minor, mana dushmanim hamma. Menga mos raqib hali tushmadi ha. Papa kulmani yutgan edi, lekin men qaytdim Phoenix qushman axir. Bilasanmi nega bu battle'da men? Hayotda hech narsa kelmadi qo'limdan, ko'p narsa qildim, yoqmadi, bo'lmadi. Mana qaytdim, o'zing chiqding birinchi yo'limda. San men kabi bir kun ketasan va ketdim deb har kun yangi reja tuzasan. Qarasandan boshqa hammani bordir ertasi, yana men kabi sanam va'dani buzasan. Mendan battar raqib tomon otilib, mendan ham arzon pullarga sotilib, qaytasan battle'ga ana shu paytda men aytaman welcome o'z baxtini qotili. Borib uzr so'ra arrangerdan, u sendan yuqori darajada. Nega sen u bilan battle'da eski qatorlar bilan finalda senga nima bor o'jalab? Hurmat talab suka hammani aldab, asli u ol senga bu martaba. Seni chempion qilganman, xato qilganman, nega mana jangda yana bir martaman? Menga poxu senda qanaqa stil, poxu yana bor kimlarda qasding. Agar hozir menda lolo bo'lganida bir daqiqaga ham yaramasding. Umringni yarmini menga qarshi battle tekstingni yozishga sarflading. Sen uchun meni bir hafta yozgan qatorlarimdagi hamma harflading. Bugun senda qanaqadir jumlachalar bilan bo'ldi befoyda hamma hujumlachalar. Mana men bilan birga qalban Linlerno, sen bilan benom jumlachalar. Ma'nosi nima bu taxallusini? Instar qanaqadir yulduz ichidami ko'rinmay ketasan, hayot nur taratsa sen uchun bir umr kunduz ichida. 5 yildan beri o'zim bilan o'zim raqib bo'lib har kun kurashaman. Men bilan birga hasadim yashab ketdi, meni tashlab hayot nur yashamadi. Agar imkon bo'lsa 16 yoshli o'zimga men maslahat ulashaman. Bugun aniq bilaman, unutmasan ham hayotda rohati bu nashaman. Ko'rdim hammasini, bo'ldim davralarda to'rda hammasalan to'ru qafasida to'ldi bag'rim, ba'zan bo'ldi aza, o'ldi yaqinlarim so'nggi yo'lda hammasidim, o'zimda masidiman. Har doim nimalarnidir ta'sirida, hamon hayot bilan yosh tanishgaysiz, xabari bor million ta'siridan. Bilaman bu faratim yarasin, o bugun men haqiqatga tik qarasam, o'zim qurgan chala qasrda umrbod o'zim qirol, o'zim asir edim. Bilaman bu yaratilgan asar, men o'z hayotga qaratilgan asli. Agar men harakat qilganimda hatto taqdir o'z so'zini aytolmas edi. Qo'ldan kelganicha tarbiya qildim, menga hayotdan har kun zarba yiqildim. Men ham senga o'xshab mensimaganlarim o'rinni egalladi hayotda, ko'rdim, bildim. Menga kelgan takliflarni soxta deb men bariga tupurdim. Tasavvur qil, meni dushmanlarim tilmay yugurdim, men esa bir joyda turdim. O'zimga yengildim, o'zimga yutqazib, o'z taqdirimni o'z qo'lim bilan yana o'zimga tutqazib, oxir oqibatda meni fanatimni o'zimga teng bildim. Olam panohidim, sendan oldin romandan xavotir olgan hamma qoldi lo'l. Taxtu ravonga sen da'vogar, zarbali havoga kelunda mendan oldi bor. Sen men kabi bir kun kelasan, bu qasrda bir umr zindonband bo'lasan. Unutma, agarda yashaging kelsa, men o'lganimda men bilan sen ham o'lasan.